Isroil poytaxti vayron qilindi. Davlat qulamoqdami? Internetda tarqalayotgan bu xabarlar qanchalik rost? Keling, haqiqatni bilib olamiz. So'nggi haftalarda Yaqin Sharqda vaziyat keskinlashdi. Isroil va uning ittifoqchilari tomonidan Eronga zarbalar berilgani haqida xabarlar tarqaldi. Shundan keyin javob hujumlari boshlandi. Raketalarning ayrimlari Isroil hududlariga, jumladan Tel Aviv atrofidagi joylarga tushgani aytilmoqda. Ba'zi binolar zarar ko'rgan, qurbonlar ham bor. Bundan tashqari, mintaqadagi boshqa kuchlar ham mojaronga aralashmoqda. Raketa va dron hujumlari ko'paygan. Lekin eng muhim savol: Isroil poytaxti yo'q qilindimi? Javob: yo'q. Hozircha bunday ma'lumotlar tasdiqlanmagan. Davlat tizimi ishlashda davom etmoqda. Ha, vaziyat jiddiy. Ha, xavf yuqori. Lekin Isroil qulab tushdi degan gaplar ko'proq mish-mish. Ekspertlar esa buni so'nggi yillardagi eng xavfli keskinliklardan biri deb baholamoqda. Agar vaziyat nazoratdan chiqsa, bu katta urushga aylanishi mumkin. Xulosa shuki, ko'rayotganingiz har doim ham haqiqat emas. Eng muhimi, tekshirilgan ma'lumotga ishoning. Agar shunday dolzarb yangiliklarni bilmoqchi bo'lsangiz, obuna bo'ling.